Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh taolaga hamd sanolar bo'lsin. Aka birodarlar, hammanglarda xabarlar bor. Mana shu Ehson ilm qaynoq fondimiz tarafdan inshaalloh mana bu Aslamovdagi bir masjidni bitiryaptik. Ya'ni naves qilib, o'choq qozon qilib, dushlarni qozonlarni bitirib, ya'ni sharoit qilyapmiz. Kimlarga desa, albatta talab ilmlarga va undan tashqari da'vatchilarga, boshqa ibodat qilganki insonga sharoit qilyapmiz. Mana bu sadaqa joriyadir. Alloh nizman birolar bizga 40 ming mablag' to'plandi alhamdulillah. Lekin men bir ko'rsataymi bitirganlarni. Hozir birodarlar biz mana shu madrasamizga hashladik birodarlar. Strapel, temirlarimiz, tunikalarimiz, olingan narsamiz birodarlar qimmatligi sababdan birodar tushirib oldi. Shunda ham qimmatligi sababdan bizga hozir birodar 10 ming yetmay turibdi. O'zimiz tunikalarimiz общий hisoblaganimiz hozir 16 ming chiqyapti. 10 ming nimaga desa, yana 10 ming boshqa kam ko'zlarga, yo'lkalarimizga, shularga yetmay qoldi birodarlar. Hozir yanimizdan usta aka, Oybek akamiz ham bor inshaalloh birodarlar. Shu ijinda harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar.